Birinchisida hozir peeling, Himitskiy peeling ishlatganmiz. Eski terilarni tushishiga yordam beradi. Bize Üçüncüsü krem, vasıflandırıcı kremi. Bu hozir yüzü stres oldi-ku, bu tinchlantiradi. O'zi yuzingizni achishdimi? Qanaqa bo'ldi? Achidimi? Sal achiydi, unaqa qo'rqinchli emas. Hozir yuzlaringiz tinchlanadi, mazaxladi. Bu protsedurani bir haftada bir marta olishingiz kerak. Yuzingizga mana bu dog'lari ketishiga ham natijasini ko'rasiz. Bitta nabor olsangiz, o'sha bitta nabor tugaguncha qilsangiz, har haftada hech bo'lmaganda bir marta ishlatsangiz, natijasini ko'rasiz. O'zingiz baho berasiz mahsulotimizga. Buni ne обязательно quyoshli kunda, quyoshsiz kunda ham ishlatish kerak. Yuzimizni har xil nurlardan saqlaydi. Faqat quyosh nuri emas. Tonalni baza o'rnida ham ishlatadi. Tonalnidan oldin sursa, bemalol tonalnilar zo'r yotqizib beradi yuzda. Juda ham quyuq, ozginasini o'zi yuzingizni zo'r mana qilib beradi, yopib beradi. Ko'p vaqtimiz ketmadi, yarim soat ichida bemalol uy sharoitida yuzingizni chiroyli qilib, go'zalligingizga go'zal qo'shishingiz mumkin. Ham suyuqqina, просто ancha joyiga yetadi-da, ozginasini o'zi. Miyo seriyamizdan. Keyin tonallilarimizni nimasini yaxshi ko'raman, yuzingizga zo'r tushib ketadi-da. Zo'r yotib oladi. Moslashib ketadi. Peeling seriyasini ishlatdik hozir. Himitskiy peeling birinchisini bu yuzingizni yumshatib, eski terisini tushishiga yordam beradi, yumshatib beradi. Ikkinchisi mikrodermabraziya. Bu yuzingizni eski terisini tushishiga yordam beradi. Ikkinchisi vasıflandırıcı krem. Bunda yuzingizni tinchlantirib, sizni yuzingizga tinchlantirib beradi. Namlantiradi. Bu protsedurani bir haftada bir marta ishlatsangiz bo'ladi. Bitta nabor olsangiz, bemalol bu tugaguncha yuzingizda idealniy ko'za qilasiz. Ega bo'lasiz. Yana bularga hozir SPF kremdan foydalandim. SPF krem faqat yozda emas, qishki kunlarda ham, men o'sha 4 faslda ham o'zim ham ishlataman. Bemalol tavsiya qilaman. Faqat quyoshdan emas, bizda svetda nuri bor. Smartfonlarimizdan doim foydalanamiz. Buni nuri ham yuzni qaritadi. Televizor, kompyuter, har xil gazlar hammasi himoya qiladi. Tavsiya qilaman sizlarga.